Odamlarni o'sha paytda qilgan ishlarini misol uchun hozirgi kunda ko'pchilik qoralashi mumkin. Lekin men to'g'ri qilgan ekanlar deb o'ylayman. 10 tadan 8 ta bola kompyuter o'yinlariga qaram. Xususan, eng katta bizning muzokaralarimiz 5 yillik shartnoma bilan yakunlandi. O'zimning ilk ilmiy maqolamni yozib chiqdim. Landshaft arxitekturasi va dizayniga ham alohida e'tibor berib, o'zimizning shaxsiy tavsiyalarimizni berish va shu bo'yicha loyiha ishlab chiqishda hamkorlikka taklif qilishdi. O'zimdan 1 yosh, 2 yosh kichkina insonlarni ko'rsam ham qanaqadir bir hasadim keladi. Bunda yana 1 yil vaqt bor baribir deyman. Mening maqsadim aynan shunaqangi cho'lga aylanib borayotgan shaharlarga qaytadan hayot bag'ishlash. Hozirda 25 yoshdaman. Hayotda shaxsiy manfaatlar emas, balki jamiyatni yuksaltirish yo'lida harakat qilayotgan O'zbekiston yoshlaridan biriman. Aslida arxitektor va muhandislar oilasida tavallud topganman. Ota-onam meni shifokor, jarroh bo'lishimni istashgan. Shu sababli maktab chog'laridayoq biologiya, botanika, kimyo fanlari bo'yicha kuchliroq o'rganishi, tayyorlanishi, olimpiadalarda, bilimlar bellashuvida qatnashishga undab kelishgan. Ota-onamni faxrlanadigan vaqti aynan maktabda o'sha 8-9-sinfimga to'g'ri keladi. Nimaga? Chunki 8-sinfda kamida bir 8 ta fandan bilimlar bellashuviga qatnashganman. Hammasida maktab bosqichida faxrli, tuman bosqichida, shahar bosqichida bo'lsa, sovrinli o'rinni egallaganman. Maktab direktori Zo'riyat Dalabayevna Ahmedova o'zlari shaxsan maktabda hamma ota-onalarning orasida ota-onam turg'izib, ularga tashakkurnoma berishgan. Haqiqatan yig'lab, juda ham xursand bo'lib, bag'rlariga bosganlar oyimda eslayman. Adam ham xursand bo'lganlari shundoq ma'lum edi. Bolalar o'yinqaro bo'ladi. Men ham o'yinqaro bo'lganman, lekin maktabga chiqqanimda meni darslarimni adam qildirganlar. Esimda hali ham endi qo'lda izlari ketgan-u, qo'limizga kerak bo'lsa lineyka bilan urib, chiroyli yozgin deb adam tepamda o'tirib darsimni qildirardilar. Keyin bo'lsa sekin-sekin boshlang'ich sinf tugagan paytida endi oyimlarga topshirganlar vakolatni. Oyimlar nazorat ham qilmasdilar, chunki allaqachon boshlang'ich sinf tugatganda o'zimni dunyoqarashim, fikrlashim aynan o'qishga, o'rganishga to'g'rilanib bo'lgan edi. Ya'ni kimdir meni nazorat qilib turibdi. Albatta hisobotini beraman. Vaqtim bekor ketkizishim kerak emas. Odamlarni o'sha paytda qilgan ishlarini misol uchun hozirgi kunda ko'pchilik qoralashi mumkin. Lekin men to'g'ri qilgan ekanlar deb o'ylayman. Bu albatta kerak, ayniqsa hozirgi kunda. Chunki hozir 10 tadan 8 ta bola kompyuter o'yinlariga qaram. Men hali hanuz bilmayman. Ana shu yoshlikda bolalikda o'ynagan o'yinlarni faqatgina borib tomosha qilib qaytib kelgan paytlarimni eslayman, lekin o'ynamaganman. Shunisiga rahmat deyman. Uni o'rniga menga falsafiy fikrlash, she'r yozish, pianino chalish kabi mana shunaqa karate bilan shug'ullanish, sport bilan mana shunaqa narsaga sarflaganman va albatta bu koni foyda, zarar narsa bo'lmaydi. Biror bir niholni eksak, tekislab ekish kerak. Shamolga qattiq bo'yapti, qayoqdan yaxshi shamol, qayoqdan quyosh tushyapti, shuni o'lchab, to'g'ri qilib olib ekiladi. Shamol qaysi tarafdan kuchli bo'lsa, nihol o'sha tarafga qarab qiyshayadi. Albatta niholni tekisligini, qiyshaymasligini ta'minlaydigan bu bog'bon bo'ladi. Hayotimdagi vazifani odamlar bog'bon sifatida o'taganlar. Yana bitta narsa, bizni ko'p ko'chganmiz. Shuning uchun maktab tez-tez o'zgarishga to'g'ri kelganda o'zgartirishga. Lekin odam o'zgartirmaganlar. Qancha bo'lsa ham yo'l kiring ketadimi, vaqting ketadimi, borasan deb asosan bitta maktabda o'qishga majbur qilganlar. Bu ham o'qishdagi o'sha fikr tarqoqligini emas, balki bitta joyga fikr jamlab o'rganishga turtki bo'lgan deb o'ylayman. Maktab bitirishim bilan Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejiga davolash feldsherga imtihonsiz qabul qilinganman. Lekin baribir insonni niyati, o'zini xohish isteklariga qarab inson taqdiri ham o'zgarar ekan. Ko'chib ketishga sabab bo'ldi. Shu paytda shahardan shu Toshkentdagi Nazarbayga ko'chib ketdik. Kollejga qatnashim uzoq bo'lib qoldi. Shu sababli o'qishni ko'chirishni reja qilgan edik. Lekin kvotada to'lib bo'lganligi sababli Chilonzor matbaa kollejini buxgalteriya hisob va audit yo'nalishiga ko'chirishga majbur bo'ldik. Va o'sha paytda o'zimni eng birinchi professional kasbiy faoliyatni boshlaganman. O'zbekiston ta'lim fan va madaniyat xodimlari kasb uyushmasi Chilonzor tuman kengashiga mutaxassis sifatida ishga
qabul qilinganman 2016-yil oxirida. Kengash raisi O'lmas Vahabni Qahharova bo'lganlar. Bular meni hayotdagi eng birinchi ustozimdan biri deyishim mumkin. Qanaqa davlat tilida ish yuritish, hujjatlashtirish bo'yicha va nutq madaniyatini aynan O'lmas Vahabovdan o'rganganman. Bu juda ham kelajakda katta yordam berdi. Hamma hayron bo'ladi, nimaga biologiyani o'qidingda buxgalteriyaga o'qishga kirib, endi hozir shaharsoz bo'lib ishlayapsan. Hech qaysinisi begona emas, chunki bizning oilamiz arxitektor muhandislar oilasi aslida. O'zimni dunyoqarashim iqtisodiyot, siyosat, tarix bo'lganligi uchun mana shu iqtisodiyot yo'nalishini mayli chuqur o'rganay dedim. Buxgalteriya hisob audit bo'yicha ishladim, shu sohada ishlab o'rgandim. Hattoki Toshkent davlat agrar universitetiga ham 2018-yili davlat granti asosida o'qishga qabul qilindim. Bitta dona grant berilgan. Bu albatta bu o'zgacha baxt. Endi u paytda bitta dona universitet tanlanardi. Hozirgidek imkoniyat yo'q, 5 ta yoki xususiylarga topshirish. Irrigatsiyaga borib hujjat topshirayotgan joyimda qarang, belgi bo'lgan. Ostonada qoqilganman 3 marta. Qo'limda deyla papkani ko'tarib olganman, ichida hamma hujjatlarim bor. Kiraman, qoqilaman. Chiqaman, qoqilaman. Chunki navbat bo'lardi, hammasini qo'lda qabul qilishardi hujjatda. Kirib chiqib yuraverganman, qoqilaveraman. Nima bo'lyapti deganman. Keyin meni navbatim kelib hujjat shunday berayotganimda, hujjating qaytarib berilmaydi, men kafolat xatiga qo'l qo'y. O'sha joyda shunday miyamga qanaqadir signal kelganki, yo'q, men ketishim kerak, agrar universitetiga borishim kerak deb. Yo'q, kerak emas, hujjatimni olib chiqib ketsam, men hayron, hamma qarab qolgan. Shu to'g'ri keyin agrar universitetiga borganman. Telefon bo'ldi, qo'ng'iroq bo'ldi, o'qishga kiribdi, lekin bitta o'sha o'qishga topshirgan nomzod apellyatsiyaga berib shikoyat qilgan, ya'ni men kirgan bo'lishim kerak o'qishga deb. Keyin imtihon qaytadan topshirdi, keyin kira olmadi u qiz. Grant o'zimda qoldi. Bakalavr vaqtida keyin olimpiada bo'ldi, buxgalteriya hisob audit bo'yicha. Olimpiadada qatnashib, universitetimizning nomini ko'klarga ko'tardik, birinchi o'rinlarni oldik va taqdirlandik shunga yarasha. Va universitetni bitirdim. Mana hayotim o'zgarish boshladi. Mazali o'simliklar savdosi bilan shug'ullanadigan kichik bir ko'chatxonaga ishga keldim. Dastlab buxgalter bo'lib ishladim, keyin sotuv menejeri sifatida ishladim. O'sha maktabda o'rgangan biologiya ham, botanika ham va oilamizdagi arxitektor muhandislik muhiti aynan shaharsozlik va landshaft arxitekturasiga tortdi. Nima desa bo'ladi? Niholli shunday buxgalteriyadan ko'chirishdi-yu, shu ko'chatxonaga ekib, shu yerda parvarish qilamiz deshdi. Hozirgi kunda katta bir kompaniyalardan biriga aylandik. 8 yildan beri shu yerda rivojlanish bo'limi mudiri vazifasida faoliyatimni olib boryapman. Tabiat nima o'rgatdi degan savolga shunaqa javob bera olaman. Tabiat bu meni yarmim. Tabiat menga hayotda kurashishni o'rgatdi. Bilasizmi, o'simliklar ekkaningizdan keyin dovul bo'ladi, bo'ron bo'ladi, shamol, yomg'ir tegida turadi mana. Shoxlarni sindirib tashlaydi, shamollarga qarshilik qiladi. Qish kelganda qorasida qoladi, bargisiz qoladi. Lekin qaytadan yana bahor keladi. Bahor kelishi bilan kichkina cho'pdan butun boshli daraxt, o'simlik qayta tiklanadi. Mana shuni qarab aytishim mumkinki, tabiat hayotda hayot uchun kurashishni o'rgatdi. Landshaft dizayniga qiziqqanim o'simliklar. Rang-barangligi, men qishin yozin bak to'kmaydigan o'simliklarni birinchi marta ko'rganman. Faqat xonaki o'simliklarni bilardim. O'simliklarni ko'rib hayratga tushganman, qanaqa qilib bular bak to'kmaydi. Keyin men ularning nomini o'rganishga kirishdim. Bu meni dendrologiyaga yetakladi. Dendrolog sifatida ham faoliyat yuritdim. Aynan lotincha nomlarini o'rganib, ularni ruscha nomini tahlil qilib, O'zbekiston sharoitiga adaptatsiya, introduksiya sharoitlari, mana shu narsalarni o'rganishga harakat qilib, birinchi landshaft dizayn loyihasini amalga oshirdim. Bu xonadonlardan birida bo'lgan. O'sha payt nima loyiha qilganimni o'zim bilmayman, lekin bu yerda ijodkorlik yaxshi yordam bergan. O'simliklarni to'g'ri tanlash,
ham doim yashil, ham baktoka degani, ham gulli degani, ham chiroyli ko'rinish beradiganlarni chiroyli tanlab hovliga ekilgan va maysazor qilingan, juda ham chiroyli loyiha bo'lib chiqqan. Egalari ham juda ham xursand bo'lishgan. Shu tariqa landshaft dizaynidan yana ham kengroq ko'lamga, ya'ni landshaft arxitekturasiga o'tishni boshladim. Ya'ni bunda muhandislik ishlari ham bo'ladi, sug'orish tizimlarini tashkil qilish, ularni funksional jihatdan loyihalab chiqish. Mana shularni o'rganishga harakat qildim. 2022-yili universitetni bitirdim. Qo'shimcha sifatida internet marketing mutaxassisi va kasbiy psixologiyani alohida o'qib chiqdim. Mana shu ham alohida turtki bo'ldi. Nimaga? Chunki o'zim yo'nalishimni to'g'ri tanlab olishimga. Internet marketing bitirganimdan keyin o'zimiz ishxonamizni internetga videolarini yuklashga, shu YouTube, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda sahifa yuritishni boshladim. Bu ko'proq o'simliklarni o'rganish bilan birga har xil kombinatsiyalar, har xil ssenariylarni tuzishimga turtki bo'lgan. Bu bo'lsa albatta men ichimdan aynan shu o'zimni tabiiy fanlarim, mana shu shaharsozlik, landshaft arxitekturasi bo'yicha ketishimni ochib berdi, yaratib berdi va men shu sohani tanlab Toshkent kimyo xalqaro universitetiga hujjatlarni topshirdim, magistraturaga. Imtihon natijalari ijobiy bo'ldi va meni ilmiy tadqiqotim, ilmiy yuksalishim 2023-yildan rasman boshlandi. O'zimni ilk ilmiy maqolamni yozib chiqdim va ilmiy maqolalarim juda ham dolzarbligi sababli Mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasidagi juda ham ko'plab ko'rik tanlovlarga laureat bo'lishga turtki bo'ldi. Buni orasida bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Ustozim Taliyev Mahirjon Agzamovich magistratura dissertatsiyasining ilmiy rahbarlik qilganlar. Vaqtlarini ayamasdan o'rgatib, hammasini tushuntirib, orada kursdoshlarim albatta Murodjon, eng yaqin do'stim, u ham juda ham ko'p yordamlari tegib loyihalashdi. Ko'p ularning ismini sanasam juda ham ko'p. Endi mana faxr tuyg'usini his qilgan payting bormi deganda aytishim mumkin. Birinchisi, yoshligimda, bolaligimda xohlagan orzularim amalga oshgan. Ya'ni birinchi o'zimni ilmiy uslubiy qo'llanmamni, ya'ni bakalavrda o'qiydigan arxitektura va shaharsozlik yo'nalishida o'qiydigan talabalar uchun shaharsozlik loyihalash nomli uslubiy qo'llanmamizni chiqardik. Albatta Mahirjon Agzamovich ustozim bilan birgalikda ular hammasini tepasida bosh qosh bo'lib turdilar va bu kitobimizni 2025-yili shu bitirish arafasida chop ettirdik. Hozirda aynan shu universitetimizda bu bakalavr talabalari, 3-4 kurs talabalari uchun diplom ishini aynan mana shu uslubiy qo'llanma yordamida amalga oshirish mumkin. Mana shunaqangi kitobni yozib bitirdik. Bu boshqacha tuyg'u, chunki 25 yoshdaman, magistraturani endi bitirdim. Bu sohani endi o'rgandim va birinchi uslubiy qo'llanmani chiqardik. Bu boshqacha narsa, chunki bilasizmi, nechta talabalar o'qiydi uni. Bir tarafdan mas'uliyatli, bir tarafdan juda ham maqtanadigan, xursand bo'ladigan bir payt, bir vaqt bo'ldi. Lekin ungacha ham kitobda chiqqan, aynan mana shu o'zimni landshaft sohasi, dendrologiya sohasi bo'yicha 3 ta o'quv qo'llanmani taqdim etganman. Asosan gortenziya o'simliklarini parvarishlashga va bog'dagi stress deb nomlandi. Bu ham 2025-yil chiqdi. Bu bog'bonlar uchun, boshlang'ich bog'bonlar uchun. Ya'ni biz landshaft qilib ketganimizdan keyin albatta havaskor bog'bon ham o'zini bog'ida juda ham chiroyli o'simliklarni yetishtirishni xohlaydi. Uni saqlab turish uchun albatta ularga qo'llab-quvvatlash kerak. 24/7 muddatda siz xaridor bilan telefonda bo'la olmaysiz, chunki sizni ishingiz, o'qishingiz, boshqa yumushlaringiz bor. Lekin mana shu o'quv qo'llanmalar, kitoblar ular uchun haqiqiy mutaxassis vazifasini bajaradi. Shuni olib o'qishadi. Meni maqsadim ham jamiyatimizni yuksaltirish. Nima sohada? Arxitektura, shaharsozlik, landshaft, dendrologiya sohasida. Odamlar yashash uchun shaharsoz sifatida aytaman, eng avvalo ekologik qulay muhit bo'lish kerak. Mana shu meni asosiy muammoli tadqiqotimdagi muammolardan biri. Va ekologiya bu tabiiy muhitga ham o'tib ketadi. Tabiiy ob-havo sharoiti, relyef, landshafti shunga taqaladi. Men insonlarni juda ham chiroyli shaharda yashashini, chiroyli mehnat faoliyatini olib borishini, mazmunli mehnat faoliyatini olib borishini istayman. Buning uchun eng avvalo toza havo kerak. Toza havo bu ekologiya. Ekologiyani o'zidan o'zi yo'q bo'lmaydi, o'zidan o'zi yemirilmaydi, o'zidan zarar yetmaydi. Bunga albatta antropogen omillar,
Chunki hayvonlar ham, fauna dunyosi ham ta'sir qilmaydi ekologiyaga. Insonlar juda ham ko'p ta'sir qiladi. Bunda nimaga insonlarning ta'siri yuqori desak, ularni aynan mana shu ekologik, tabiiy jihatdan bo'lgan bilimi yetishmasligi. Mana shu bilimni ularga berish, mana shu nima desa bo'ladi, etikani singdirish. Maqsad shu. Resurs kam, lekin insonning ehtiyojlari cheksiz. Mana shu cheksiz ehtiyojlarimizni qondirish uchun cheklangan resurslardan unumli foydalanishni bilishimiz kerak. Mana shu narsani tushuntirish, ya'ni hozirgi kunda ekologiyaga bekor aytmadim, havo ifloslanyapti, suv kamayyapti. Bu azaldan bo'lgan muammo, lekin hozir endi eng cho'qqisiga kelib bormoqda. Mana shu muammoni hozir yopishimiz kerak, muammoni hal qilishimiz kerak. Prezidentimizning 2025-yil oxirgi murojaatnomalarida ham aynan shaharsozlik, ekologiya, Orol dengiziga juda ham ko'plab e'tibor berganlari bu alohida hammamiz ko'zimizni ochib, yurtboshimizni izlaridan yurib, yurtboshimizdagi bizni ulardan nimadir madad kutish emas, balki ko'mak bo'lishimiz kerakligi. Kim ko'mak bo'ladi? Albatta yoshlar. Va yoshlar hamma narsani uddalaydi, qo'lidan keladi. Chunki bizni eng avvalo tinch mamlakatda yashamoqdamiz. Bu alohida resurs, tinchlikning qadriga yetish kerak. Mana shu tinch zamonda yashab, ham o'qiyapmiz, ham ishlayapmiz, ham o'rganyapmiz, izlayapmiz. Aynan mana shunaqangi ekologik muammolardan kelib chiqib, men doktoranturada ham o'qishimni davom ettirishga qaror qildim. Falsafa fanlari doktor dissertatsiyam mavzusi aynan shaharlarni rejali shakllantirishda suv resurslaridan samarali foydalanish muammolari nomli dissertatsiyani yozishni boshladik. Ilmiy rahbarim Murodxon Usmonov bilan birgalikda davom etyapmiz buni. Maqsadim suv resurslarini tejash va bizning cho'l hududlarimizdagi shaharlarni qaytadan jonlantirish. Magistr dissertatsiyam aynan cho'l hududlaridagi kichik shaharlarni landshaft me'moriy shakllantirish bo'lgan bo'lsa, endi suv resurslariga ham alohida e'tibor qaratyapman. Kelajakdagi maqsadim bizning janubiy viloyatlarimiz, ayniqsa Qoraqalpog'istondagi Orol dengizini tiklash. Orol dengizini jonlantirish. Sadaqat dengizni katta qilib bittada qurib bera olmasligi mumkindir. Dengizni olib kelib bera olmaslik, lekin dengizga hayot qaytarish, suvni yumshatish, iqlimni yumshatish va aynan hozirgi kunda bilamiz, cho'l o'rnida, Orol dengizi o'rnida Orol qum cho'li bor. Aynan Orol qum cho'li bilan emas, balki Orol ko'klam o'rmoni bilan eslanishni xohlamayman, istamayman va ana shu yo'nalishda harakat boryapman. Xudo xohlasa, albatta prezidentimga, xalqimga deydi-yu, ota-onamning oldidagi burchimni bajarib, yorug' yuz bilan ular bilan ko'rish maqsadim shu. Orol dengizini o'rnidagi Orol qum cho'li emas, balki Orol ko'klam o'rmonini tashkil etish. Agar savol bersa va shu shaharsoz sifatida qaysi shahar yoki mamlakatni tabiatini, umuman shaharni qayta barpo qilib jonlantirgan bo'lardim desa, eng avvalo Qoraqalpog'iston. Avvalambor Qoraqalpog'iston Yevropa va Osiyoning o'rtasida joylashgan mamlakat. Buni yurak deb olishimiz mumkin, Yevrosiyo materiyagida. Biz Qoraqalpog'istonni hozir tiklamasak, kelajakda nafaqat Qoraqalpog'iston, O'zbekiston, Markaziy Osiyo yoki Yevropa, hattoki muzliklar ham fojia yoqasida turibdi desa ham bo'ladi. Chunki Orol dengizi quriganda uni o'rnida qolgan tuzlar hattoki Antarktida muzliklarida ham aniqlanyapti. Bu oddiy tuz bo'lsa ham mayli edi. Ichida ishqoriy, inson salomatligiga zararli bo'lgan tuzlar bor. Bulardan hozir qutulmasak, kelajakda boshqa mamlakatlarga ham, ularning mamlakatlarning istiqboliga ham rahna soladi. Ketidan Kaspiy dengizi, suv muammosi. Birinchi o'rinda shak shubhasiz Qoraqalpog'istonni qayta tiklardim va unga yondosh bo'lgan Buxoro, Samarqand, Xiva, o'zimizni Jizzax, mana shularni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi xohlardim, istardim va albatta Xudo xohlasa bu ishlar bo'ladi degan maqsad bilan yo'lga chiqqanman. Noyob bir joyda turibman. Ilm va amaliyot orasida. Kelajakda sizni eslashsa, qaysi nom bilan qolishni xohlardingiz, qaysi nom bilan eslashni xohlardingiz degan savollariga shu meni nomim bilan qaysidir shahar obod bo'lib qolsa, ismim bilan bog'liq bo'lgan maktab qolsa, yo'nalish qolsa, misol uchun Darwin nazariyasi deydi, Kasperinskiy ta'limoti bor, mana eshitganmiz. Xuddi shunaqa Ismoilbek nomi bilan qoladigan qanaqadir cho'lni obodonlashtirish yo'nalishlari, shu nomi bilan qoladigan maktab bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim va Xudo xohlasa mana shu natijalarga ham erishaman deb o'ylayman.
25 yil yashagan bo'lsam ham juda ko'plab yutuqlarga erishyapman. Albatta bu ota-onamiz, xalqimiz, ustozlarimiz hammani duosi bilan. Xususan 2023-yilda o'zim birinchi ilmiy maqolamni chiqargan bo'lsam, 2024-yilda ta'lim sohasidagi eng yaxshi xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida tashkil etilgan O'zbekiston-Qozog'iston asosan hamkorlikda qilingan ko'rik-tanlov, Qurolli Kuchlar akademiyasi, Fanlar akademiyasi hamma birgalikda amalga oshirgan. Shunda o'zimni ilmiy maqolam bilan qatnashganman va ilmiy maqolam haqiqatdan MDH mamlakatlar orasida juda ham dolzarb bo'ldi va shu eng yaxshi xizmatlar uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Undan keyin bo'lsa kuz oyida adashmasam Turkiyada iqlim sammiti bo'lib o'tdi. Aynan shu iqlim sammitiga yo'llanma oldim. Bu sammitda onlayn Zoom orqali konferensiyasida nutq so'zladim O'zbekiston nomidan. Bunda landshaft dizaynidagi uslublar va uslublarning shahar muhitdan kelib chiqqan yondashuvlari mavzusida bo'ldi. Aynan shu mavzuda Turkiyada O'zbekiston nomidan o'zbek tilida o'zim maqolamni yoritib gapirib berdim. Bu bo'lsa yana keyingi turtga 2025-yilga boradi. 2025-yil mart oyida bu alohida bir e'tilagan narsa, buni Versal shahridan qo'ng'iroq bo'ldi WhatsApp orqali. IFLA World US, ya'ni International Federation of Landscape Architectures. Bu xalqaro landshaft arxitektorlar uyushmasiga a'zolikka qabul bo'lish. Aynan meni mavzum cho'lni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va o'sha orol tiklashga qaratilganligi uchun bu juda ham dolzarb masala haqiqatdan ham. Markaziy Osiyo mamlakatidan eng birinchi a'zoga aylandim IFLA Worldga. Bu albatta O'zbekiston-Fransiya munosabatlarini juda ham chambarchas bog'liqligi va yana ham yuksalganligidan yuzaga kelgan. 24-mart kuni o'sha pochta orqali a'zolik belgisi, tashakkurnoma xatlari bilan keldi va a'zolikka qabul qilindim. Endi xudo xohlasa bu yil 2026-yili Ispaniyaning Barselona shahrida yana iqlim summit konferensiyasi bo'ladi. Bunga xudo xohlasa qatnashish rejaga qo'yganmiz va undan tashqari juda ham ko'plab xalqaro Essen konferensiyasi bor va APPM, Rossiyada o'tkaziladigan APPM konferensiyasi bor. Ana shu konferensiyaga ham yo'llanma olganman. Izlanim o'qish davomida mana hozir mustaqil tadqiqotchimiz vaqt bo'ladi. Chetga chiqib, xudo xohlasa endi O'zbekistonda qatnashamiz. 2025-yilda o'sha IFLA Worldga a'zo bo'lganimdan keyin fidoyi xizmatlari uchun ko'krak nishonida taqdirlandim. Bu aynan cho'l hududlaridagi kichik shaharlar landshaft me'moriy shakllantirish muammolari mavzusidagi dissertatsiyam hamda ilmiy maqolalarimga va o'quv qo'llanmalar, gartenziyalarni parvarishlash bo'yicha, introduksiya qilish bo'yicha yozilgan o'quv qo'llanmalar bo'yicha aynan shu ta'lim sohasidagi fidoyi xizmatlar uchun ko'krak nishoni taqdirlashdi. Ikkinchisi bo'ldi. Yana uchinchisi ham bor. Yangi Renessans talabalari, top 100 ta talabalar bu o'zimizning mamlakatimiz miqyosida o'tkazilgan almanahda ishtirok etdim va o'sha almanahni esdalik belgisi nishoni bor, o'sha bilan taqdirlandim va 2025-yil kuzda pedagog bo'ldik. O'qiyotgan universitetda hozirda dars beraman, shaharsozlik loyihalash va landshaft arxitekturasi, landshaft dizayniga kirish fanlaridan pedagog ham tadqiqotchi sifatida faoliyat yurityapmiz. Kitoblar yozib pedagogik sohadan o'zimiz ko'rsatganligimiz uchun ta'lim iftixori statuetkasi bilan taqdirlandik. Laureat bo'ldim. Bundan juda ham xursandman. Va o'ylab qarasam, ham o'qituvchi, ham tadqiqotchi, ham iqtisodchi, hammasiga erishdim, to'xtadim emas. Sohadan kelib chiqib, pedagogikaga kirib kelganim alohida yutuq men uchun. Nimaga? Chunki o'zim ustozlardan kutgan, ba'zida olib ololmagan narsamni hozirgi kunda endi yoshlarga, o'zimdan kichkina aka-ukalarimga berishga ahd qilganman, bel bog'laganman. 2025-yilda juda ham katta do'stlik shartnomalari, muzokaralari bilan tugatdik. Xudo xolasa bu yil Qirg'izistonda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi va aynan mana shu o'zgarishlarning orasida o'zbekistonlik yosh Ismoilbek Rustambekov ham nomi va albatta O'zbekiston iqlimida O'zbekistonda yetishtirilgan o'simliklar yashaydi, qoladi abadiy. Kuz oyida biz Qirg'iziston bilan juda ham yaxshi aloqalar o'rnatdik. Xususan eng katta bizning muzokaralarimiz 5 yillik shartnoma bilan yakunlandi. Bu Qirg'iziston davlat botanika bog'i va O'zbekiston botanika bog'i hamda o'zi faoliyat yuritayotgan ko'chatxona o'rtasida memorandum imzolandi. Markaziy Osiyoda yo'qolib borayotgan o'simliklarni o'zaro almashinish va ularni ko'paytirish bo'yicha uzoq muddatli konsepsiya asosida ishlab chiqilgan rejaga muvofiq shartnoma tuzildi. Ya'ni biz o'zimizni ko'chatxonamizdan maxsus o'simliklarni
Qirg'iziston botanika bog'iga hadya qildik va ular o'zida yo'qolib borayotgan o'simliklarni bizga hadya qilishdi va bu Qirg'iziston Respublikasini obodonlashtirish boshqarmasi va shahar loyihalash institutlari bilan birgalikdagi hamkorlikka yetib bordi. Juda ham xursand bo'ldim. Qirg'izistondan telefon qilib, shaxsan Ismoilbek Rustambekovni o'zi kerak, ular bilan gaplashishimiz kerak deb aloqaga chiqishdi va bu istakligisini sababi Qirg'izistonni yangi ma'muriy markazi bo'lmish Talas viloyatidagi Manas Ordo majmuasi va Manas shahri loyihasini dendroplanini ishlab chiqish bo'yicha va unda landshaft arxitekturasi va dizayniga ham alohida e'tibor berib, o'zimizning shaxsiy tavsiyalarimizni berish va shu bo'yicha loyiha ishlab chiqishda hamkorlikka taklif qilishdi. Hozirgi kunda aynan shu loyiha ustida faoliyat olib boryapman. Xudo xohlasa Qirg'izistonda bu yili Markaziy Osiyo sammiti bo'lib o'tadi va unda Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari va delegatsiya a'zolari qatnashib, xudo xohlasa biza amalga oshirgan Manas Ordo etnik parkini qayta loyihalangan holatini ko'rishadi va albatta unda Qirg'iziston, O'zbekiston do'stligini mustahkamlab, aynan Qirg'izistonni yangi siyosiy ma'muriy markazida O'zbekistonni nomini abadiy muhrlab qo'yishga kirishamiz. Hali hanuz xafa bo'laman. Men ko'p narsa o'rganmadim, qilmadim deyman. Chunki san'at, ijod juda ham yaxshi ko'p sevaman. Shu narsalarni o'rganishga harakat qilgim keladi. O'zimdan 1 yosh, 2 yosh kichkina insonlarni ko'rsam ham qanaqadir bir hasadim keladi. Bunda yana 1 yil vaqt bor baribir deyman. Nima demoqchiman? Bor resurslarni qadriga yetish kerak, asrash kerak, o'qish kerak, izlanish kerak va buni amaliyotga tatbiq qilish kerak. Ya'ni qog'ozga yozilgan ilm qog'ozda qolish kerak emas. Bugungi kunda O'zbekistonda qumli cho'llar, toshli cho'llar, shag'al, gil va sho'rxok cho'llar mavjud. Mening maqsadim aynan shunaqangi cho'lga aylanib borayotgan shaharlarga qaytadan hayot bag'ishlash.